Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-aprel haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozorining ichida joylashgan do'konlardan bittasidan ko'rsatyapmiz. Bu joy yangi ochilibdi. Bu yerda shu tursumayka, yana nima futbolka, pijama. Mana shu ekranda ko'rinib turgan narsalar sotiladigan do'kon bo'libdi. Xo'p, bular necha puldan bo'lyapti? Mana erkaklarda tursuklari necha puldan boshlab necha pulgacha? Mana 7,5 mingdan. Xo'p, 7,5 ming so'mdan boshlanadi. Pachkadagi narxi? Ha, pachka optim narxi 7,5 mingdan boshlab 8 ming, 8,5 ming, 9 ming eng kattasi. Xo'p. Endi donaga oladigan bo'lsa necha pul bo'ladi? Donaga 10 mingdan beryapmiz. Xohlagan razmerni olishaveradi. Olsin 10 ming. Xo'p, bularchi qanaqangi narxi? Mana bular 12,5 dan boshlanadi. 12,5 ming so'mdan boshlanar ekan bular. 12,5 dan 13,5 minggacha katta razmeri ham bor. Mana bu ular 10 mingdan, mana 10 mingdan. Xo'p. Mana bu ishlab chiqarish 5,5 ming. Mana busi 5,5 ming so'm ekan. Ishlab chiqarish. Pachkadagi narxni aytishyapti hozir. Agar donaga bo'ladigan bo'lsa necha puldan? Donaga endi 2 ming qo'yib beramiz yoki o'ziga ham beramiz to'rtta olsa. Ha, yaxshi. Donaga juda qimmat bo'lmaydi. 1000 so'm, 2000 qimmat bo'ladi. Ana borsa 3000 so'm qimmat bo'lishi mumkin. Rosa qimmat bo'lsa. Va bulari qanchadan? Mana shu 12,5 ming, 13,5 ming, 11,5 ming xabiligi bor, bambukligi bor. Ha, yaxshi. Yosh bolachalarki necha puldan? 4 mingdan. 4000 so'mdan. Bu Xitoy, a? Xitoy. Bular Xitoydagi ekan. Xo'p, bularchi? Mana bular 12 mingdan. Tugmali, yusa cho'zilmaydi, rangi chiqmaydigan yaxshisi. Xo'p, mana ular prostoy 5,5 mingdan mana bular. Bu prostoy 5,5 mingdan. 5,5 ming so'mdan ekan. Pachkadagi narxi. Pachka narxi. Donaga necha puldan bo'ladi shular? Donaga 2,15 ming beramiz. Donaga ikkitasi 15 ming so'm. Agar bir dona kerak bo'lsa 7 ming so'mmi? 8 ming, 7 ming beramiz. Xo'p, yaxshi. Endi maykalar bor ekanmi tepada? Maykalarimiz chokligi bor, choksizi bor. Choklilarimiz 8 mingdan. Qora seri oq bor. Xo'p. Choksizlarimiz Hozir 12,5 mingdan. shularning narxi necha pulda? Mana shu to'rtta narsa bitta narxi bir xil. Bir xil emasda bitta. Mana uchovi bir xil 13 mingga. Toza ish, yonida choki yo'q. Mana ko'k mayka 8 ming so'm. Ko'ki oqi bor ekan, serisi bor ekan, 8 ming so'm ekan pachka narxi. Keyin mana qora, oq, seri bitta narsa. Ha, bular 12,5 ming. Bular 12,5 ming so'm pachka narxi ekan. Mana pachkalar. Bu ko'ki 8 ming so'm ekan. Endi shuni donaga oladigan bo'lsa 8 ming so'mlarga necha pul bo'ladi? 10 ming, 10 ming? 15 ming. Bulari 15 ming so'mdan bo'lar ekan. Mana pachkalar. Bu tomonda mana pachkadagi holati. Pachkada nechtadan bo'ladi? Pachkada 5 tada, bir razmerda 5 ta bo'ladi. 48 5 tadan ekan. 48 dan 56 gacha razmer ekan mana. Materiali nima bo'ladi buni? Materiali gribinoy deyiladi. Mana ular 12,5 mingdan choksiz, toza eksportga. Ha, mana oldingizda yana berrak. Ana shular o'zimizda chiqqan 8 mingdan. Mana ham 8 ming so'm. Yaxshi. Pachkadagi narxni aytishyapti, 8 ming so'm deb. Agar donaga bo'ladigan bo'lsa 10 ming so'm, ha? Xo'p. 2 ming qo'yiladi. Mana bu futbolkalar ham necha puldan? Futbolkalar 11 ming, 12 mingdan. Materiali XB. Donaga necha puldan bu? 15 mingdan. Donaga 15 mingdan xohlagan razmerda, xohlagan rangini olishaveradi. Yaxshi. Xo'p. Xo'p, mana bu joyda eslab qo'yinglar, Dilnuri tekstil bu tarafda paypoqlar sotishadi. Endi shuni ro'parasida joylashgan mana 310-do'kon D blok. Telefon nomerlaring nechi? 90lik, Telefon nomerlari 90lik 990 990 77 42 77 42. 42 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu ichki kiyimlar kerak bo'lsa. O, tepadagini narxini aytmabmiz unaqa. Pijamaniki arzoni 30 ming so'm, bu qimmat varianti holda 60 ming so'm. Hozir shu turishi 60 ming so'm, ha? Tepa pas 60 ming. Donagami, pachkagami? Pachka narxi. Donaga necha pul bo'ladi? Donaga 65 ming beramizda, 5 ming qo'yamiz. Xo'p.
Yaxshi, mana kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Shunaqa narsalar.